Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerikanın paytaxtı Washingtondakı Aqillar Anbiri Atlantik Okean Kengashi 5-ci iyun günü Tunji Amerika O'rta Osiyo munbiri o'tkazib, Washingtonning O'rta Osiyo rayoniga qaratgan kelgusi strategiyasini muzokara qildi. Diplomat xabar torining 28 iyun kunidagi xabariga qaraganda, Atlantik Okean Kengashining Yevropa Osiyo markazi tarafidan uyushtirilgan bu munozara muvafiq paytda o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, O'rta Osiyo davlatlarining rayon sirtidagi davlatlar bilan aloqani kuchaytirib, yangi sherik va mablag' solg'uvchilarni jalb qilishni maqsad qilgan. Yaqinqi 2 oy ichida tunji qatim O'rta Osiyo Yevropa birlashmasi boshliqlar yig'ini, tunji O'rta Osiyo Italiya boshliqlar yig'ini va Turk davlatlari tashkiloti davlat boshliqlarining rasmiy boshliqlar yig'ini qatorliq bir qancha yuqori darajalik uchrashuvlar o'tkazildi. İkinci qatimliq Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini 6 oyning o'tirlarida o'tkazildi. Shuning bilan bir vaqtda Washington ikkinchi qatimliq Trump hokimiyatining dastlabki oylarida O'rta Osiyo bilan bo'lgan yuqori darajalik aloqada orqada qoldi. Faoliyatda Qozog'istonning Amerikada turishliq bosh elchisi Yerjan Ashbayev, O'zbekistonning Washingtondagi muavin bosh ish bajaruvchisi Alisher Ahmadov, hozir yangi Amerika bexatarlik markazi Hindi Tinch okean bexatarlik programmasining yuqori darajali xizmatchisi va mudiri Lisa Curtis, Amerikaning ilgirki Qirg'izistonda turishliq sobiq bosh elchisi Tatyana Gifeller qatorliq muhim amaldorlar so'z qildi. Kan echish yig'inning asosli temasi bo'ldi. Masalan, Ashbayev Qozog'istonning 20 xalqaro mineral modda ishlab chiqaradiganligini ta'kidladi. Uran masalasida bizning dunyo ishlab chiqarishga kelgan nisbatimiz 40%. Ul aslarga mablag' selish yanada davlatning muhim nuqtasi bo'lib, bu muhim mineral moddalarni Amerika va Yevropa qatorliq xalqaro bozorlarga to'shishga yordam berdi. Hozirgi turlar Qozog'istonning temir yo'l sistemasini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Biz 2030-yilga borganda 5000 kilometr temir yo'l yasashni planlayapmiz. Ostona yana Kaspiy flottining ko'lamini 17 dan 34 to'sh paraxodiga ko'paytirishni planladi. Kaspiy dengizi markaziy koridorning halqaloq tomiri bo'lib, Qozog'istonning Aqta va Kuruk portini Ozarbayjonning Baku porti bilan tutashtirgan bo'lg'achqa, to'sh miqdorini oshirish uchun qo'shimcha paraxod va mayqachilash mashinasi intayin muhim dedi. Ahmadov Tashqi ishlar ministri Baxtiyor Saidov boshchiligidagi O'zbekiston hukumat vakillari umkining aprelda Amerika poytaxti ziyoratini Tashqi ishlar ministri Marko Rubio bilan bo'lgan suhbatni kelishimnomalar bilan harakat qilayotganligini gavdalantirdi. Saidovning ziyorati jarayonida xalqaro mineral moddalar to'g'risida eslatma imzolandi. Ikkinchi qatimliq Trump hokimiyatining muhim mineral moddalar va energiyaga munosabatli ta'minlash zanjirini qanday ishlatishni aniqlab chiqish, Amerika bilan O'rta Osiyo davlatlari aloqasi, Ostona va Toshkent uchun asosli raqobatni gavdalantirdi. Ashbayev Ostonaning kon mahsulotlari bexatarlik sherikchiligiga a'zo bo'lganligini, bu davlatning xalqaro kon mahsulotlari dialogiga kuchli qo'llovchi va qatnashchi ekanligini ta'kidladi. Ahmadov o'xshashla O'zbekistonning davlatning qazilma boyligini qazishda foyda elish uchun emas, balki yer shari ta'minlash zanjiriga ishonchli va intayin qimmatli sherik bo'lishni maqsad qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, yig'inda o'tkazilgan Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'inida Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari tabiiy gaz va qazilma boyliqlarni kengaytirdi. Shundaqla Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini muzokara qildi. O'rta Osiyo davlatlari energiya va qazilma boyliq qatorliq xalqaro masalalarda Beijing bilan zich munosabat o'rnatdi hamda bu rayonlarda konkret turlarni yo'lga qo'ymoqda. Washington yanada suhbatda qoldi. Munbar Donald Trumpning rahbarligida Washingtonning O'rta Osiyo bilan yana bir qatim qanday aloqa qilganligini aniqlashga tirishdi. Davlat bexatarlik kengashining Janub va O'rta Osiyo sobiq yuqori darajalik direktori Curtis tushuntirib, yangi Trump hukumatining texnik dastlabki mezgillarda ishganligini, Washingtonda O'rta Osiyo to'g'risida hech narsa anglamaganligini tushuntirdi. O'rta Osiyoga aralashishda asosliqi iqtisodiy, siyosiy va bexatarlik qatorliq masalalarga ahamiyat beradiganligini, savdo va real degan so'zlar Washingtonning kelgusi 4 yilda O'rta Osiyo bilan qanday aloqalashadiganligini tasvirlashga ishlatadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Rubio jazmlashtirish yig'inida Jackson Wankning tuzatish kiritishning amaldan qoldirilishi kerakligini ko'rsatdi. Bu masalani Ashbayev munbarda tilga olgan. Qanday bo'lmasin, bu parlamentning qonun chiqarishini talab qiladi va ilgirki tirishchiliklar komitetda to'xtab qoldi. Muzokara qilingan yana bir tema bo'lsa, Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarining O'rta Osiyoga qilgan yoshirin sayohati.
Qozog'istondagi Maqsud Narikbayev universiteti xalqaro munosabatlar va tashabbuslar hay'atining raisi, maslahatchi Miras Jeyinbayev yuqori darajalik ziyoratlar bir davlatning rayon bilan hamkorlashish va oralashishni xohlaydiganligini ko'rsatib beradigan siyosiy harakat dedi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Yevropa amaldorlari va Xitoy prezidenti tomonidan O'rta Osiyoda bir qancha qatam yuqori darajalik ziyorat va uchrashishlar bo'ldi. Rubioning ministrlar uchrashishi uchun Ostona ziyorati rayondagi yangi boshqarishning harakatlantirgich kuchini tezlatadi. Qandaqli bo'lmasin, hozirgacha bundaq yig'in e'lon qilinmagan. Umuman qilib aytganda, munbarda so'zlaguvchilar Amerikaning O'rta Osiyo bilan bo'lgan aloqasining texmo muhimligiga qo'shildi. Kurtis Amerikaning O'rta Osiyo bilan texmo ko'p aloqalashish fursati bor. O'rta Osiyoliklar Amerikaning u yerda bo'lishini umid qiladi dedi. Geller, men yaqinda O'rta Osiyoning bir yuqori darajalik amaldori bilan so'zlashdim. U Trump hokimiyatining texmo ko'p savdo usulini qo'llanganligini o'ylaydiganligini aytdi. Bayden hukumati mezgilida bizga klimat o'zgarishi, kishilik huquq to'g'risida dars so'zlandi. U faqat dars bo'ldi. Vatanimizga naf yetkazish uchun konkret ish qilinmadi dedi. Oxirida u O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi siyosat nishoni, aralashish uslubi va ichki boshqarish jihatda o'xshamaydiganligini e'tirof qildi. Darvaqa 5 davlat ichida Qozog'iston va O'zbekiston Washington bilan bo'lgan aloqasi va hamkorlikni oshirishga nihoyat qiziqadi va iqtidori bor. Munbarda Ashqbayev Amerika poytaxtida o'tkazilgan faoliyatning kelgusi taqobil turish munbarida Qozog'istonning o'tirib kuch o'rni haqida so'z qildi. Qozog'iston diplomati Atlantik okean kengashi faoliyatida hamkorlik qancha ko'p bo'lsa, o'zimizning taraqqiyot uchun shuncha yaxshi dedi. O'xshashla O'zbekiston doim Washingtonga vakillar umidga avatadi. Qirg'iziston va Tojikistonning Washingtonda izi bir qadar cheklik. Turkmanistonning Amerika poytaxtiga aralashishi asosan yo'q. O'rta Osiyo uchun qisqa, o'rta va uzun muddatlik nishon va turlarni o'z ichiga olgan strategik kamchil bo'lish Washingtonning ziyni va Beyjingning foydasi. Xitoyning rasmiy oshkorlanmagan ikki yangi o'g'irliqcha urush aeroplani oshkorlangan. Washington vaqti xabar torining 27-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika havo armiyasi rahbarlari Kengash palatasida Xitoyning harbiy kuchi Amerika davlati va uning chet eldagi bazasiga tahdid soladigan darajada ilg'or, an'anaviy va yadro hujum qurollarining o'rinlashtirilishi bilan tez taraqqiy qilmoqda dedi. Kuch mulozimat rahbari yana Kengash palatasining mablag' ajratish mudofaa tarmoqlarining birlashma guvohlik so'zida Xitoyning o'tgan yilning oxirida rasmiy oshkorlangan yangi ikki o'g'irliqcha urush aeroplanini Xitoy ijtimoiy taraflarida yaqinda ko'rsatganligini dalilladi. Havo armiyasi rahbarlarining guvohligi Beyjingning tez suratda kengayotgan harbiy qismlari haqida yangi tafsilotlar bilan ta'minlaydi. Havo armiyasi buni yolg'iz suratlik tahdid deb atagan. Bu amaldorlar payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida vatanimiz va davlat manfaatimizga qartilgan tahdidning doirasi va salmoqi ko'rinarli va kun sayin kuchayotdi. Biz hozir tariximizga eng xatarlik bexatarlik muhitga duch keldik degan. Birlashma bayonotda Xitoy Amerikaning hayotiy kuchga jang e'lon qilish irodasi va iqtidorini oshiradigan birdan-bir davlat deyildi. Ular havo armiyasi yangi qurol-yarog' chiqimini taqsimlashtirish va kuchni saqlab qolish bilan zamoniylashtirish orqali urushga tayyorlik qilyotdi deb ogohlantirgan. Bayonotda mundaq deyildi: bu jiddiylik yaqinqi bir qancha yilda tang-tongsiz holatda bo'lib, asosiy tayyorlik uchun yetarsiz mablag' bilan ta'minlandi. Biz 2026-moliya yilida bu yuzlanishni tuzatishga tirishamiz. Bu qatillik turi Amerika armiyasini xatarga ishtirish uchun ozodlik armiyaning qurollarining doirasi va to'g'riliqini kengaytdi dedi. Hammadan muhimi, Amerikaning yer sharidagi harbiy qismlarini Xitoyning yuzlagan harbiy kuzatish va sun'iy amronni nishon qilgan hujumlaridan qo'g'dash. Hammadan muhimi, Amerikaning yer sharidagi harbiy qismlarini Xitoyning yuzlagan harbiy kuzatish va sun'iy amronni nishon qilgan hujumlaridan qo'zg'ash. Bu amaldorlar ilgari Kengash palatasida guvohlik berib, havo armiyasining 301 milliard 100 million dollarlik xamchot talabining 1 trillion 100 milliard dollarlik harbiy xarajat talabining 3dan 1ini tashkil qilganligini aytgan. O'tgan 11 yilda Xitoyning harbiy chiqimi 1%ga yaqin, ya'ni har yili 6% oshgan. Mas'ullar buning bugungi Amerika mudofaa xamchotiga barobar ekanligini aytgan. Xitoydan kelgan havo va boshqarilgan bomba tahdidi jami 1900 dona kurashchi aeroplanni o'z ichiga oladi ekan. Buning ichida 225 J-16S tipli uzun musofirlik qo'yib berilgan boshqarilgan bomba etish iqtidori va 5-avlod J-20 kurashchi aeroplanni kun sayin ko'payayotmoqda ekan. Bayonotda aytilishicha, Ozodlik armiya yana 2024-yil 12-oyda ikki yangi 6-avlod kurashchi aeroplanni to'nishtirgan. Bu aeroplan J-35A va J-36ni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning harbiy uchquchsiz aeroplan soni va sarxilligi kun sayin ko'paymoqda ekan.
Hozirgi kuchlar Tayvanga zarba bera oladigan 900 dan ortiq qisqa masofalik ballistik boshqarilgan bomba. Xitoyning dengiz qirg'og'idagi atalmish birinchi orol zanjiriga zarba bera oladigan 400 quruqlikda qo'yib beriladigan chorlug'icha boshqarilgan bomba. Ikkinchi orol zanjiriga yeta oladigan 1300 o'tir masofalik ballistik boshqarilgan bomba. Alyaska va Avstraliyaning qisman joylariga zarba bera oladigan o'tir masofalik ballistik boshqarilgan bomba va 400 dan ortiq qit'alararo boshqarilgan bomba qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning Amerika sun'iy hamrohining aylanishini nishonlay oladigan olam qurollari hozir bevosita ko'tariladigan sun'iy hamrohga qarshi boshqarilgan bomba. Birlashma orbita ovchi qotil sun'iy hamrohi, elektromagnit urushi, yo'nalishlik energiya sistemasi va ko'chma to'siqlarni portlash aloqasi va GPS sun'iy hamrohni o'z ichiga oladi ekan. Bayonotda Beijingga chetishliq to'r qaroqchilari Amerika va Yaponiyani o'z ichiga olgan nurg'un hukumat orqali ul asliya va savdo to'rini nishonladi deyilgan. Amerika amaldorlarining aytishicha, Xitoy xakerlari Amerikaning asosli harbiy markazi bo'lgan Guam orolidagi Amerikaning ul asliyalariga singib kirgan. Gualik so'zda qurultay mablag' va havo armiyasini zamonaviylashtirishni qo'llash talab qilingan bo'lib, zamonaviylashtirish programmasi yangi Sentinel qit'alararo uchadigan ballistik boshqarilgan bomba, yangi B-21 strategik bomba portlatuvchi, yangi F-47 aeroplani yasayotidi deyildi. Darvaqa bu muqaddas jihodimizdagi birdan-bir qarg'a keladigan qurolimiz umumyuzlik, hamdardlik, g'oyadosh bo'lishdan maydonga kelgan birlik ittifoqimiz bo'lgan edi xolos. Bizlar uzun zamonlardan tortib insoniy marhamat va fazilatlardan mahrum holatda vahshiylarcha boshqarish ostida ezilib keldik. Agar biz asrlikning asorati tufayli qon tomirlarimizga qadar singib ketgan tafriqchilik xohishini, manfaatvozlik zaharlarini umumyuzlik holda qarindoshlik to'g'risi bilan vujudimizdan talto'kis tozalab chiqarib etmasak, hammamiz bir gavda bo'lib, haqiqiy birlik asosida hoshimizni tepishga jiddiy tutish qilmasak, oqibatimizning xayrlik bo'lishi qandoqmi mumkin bo'lsin? Shu aniqki, Sharq Turkiston xalqining ziyinimi, manfaatlarimi bir nuqtada. Mamlakatning bir parchasiga foyda yoki ziyon yetsa, buning ta'siri bir butun davlatga teng yetadi. Shunga har bir shahar va viloyatning ish va nupuz egalari ko'zi to'ymaganni oz deb nupuzga aldanib, manmanlik, nafsoniyatchilik qilmasligi, o'ttirga xatarlik bo'lgan ittifoqsizlik urug'ini chachmasliklari lozim. Chunki hammamizning o'rtaq manfaati buni taqozo qiladi. Agar butkul Sharq Turkiston mamlakati birlik ittifoqlikqa kela olmay, parcha-parcha ushaq bagliklarning shakliga kirib qolsa, o'ttirimizda nifaq va shaxsiy ixtilof ofatlari kuchaydi. Natijada bir-birimizning ziyiniga ko'z tikib, o'z putimizga o'zimiz palti chapamiz. Hamma tang barbod bo'lganda pushaymon hargiz foyda bermaydi. Biz birlikka keladiganlar bo'lsak, ziyon bizga hech bir yerdan yuzlanolmaydi. Ixtiloflashib o'tirsak, orqasidan umumyuzlik xaroblik, dahshatlik falokat ergishib keladi. Birimizning beshiga kelgan xatar yana birimizni ayab qo'ymaydi. Nima qilishimiz kerakligi aniq. Ya umumyuzlik ittifoqlashib birlik bo'lamiz, yoki umumyuzlik xaroblikqa yuz tutib tugaymiz. İkisidan boshqa yo'l yo'q. Navoda biz vatanimizning ikkinchi qatimmo dahshatlik oyoq osti bo'lishini, avvalqadimmo battar qulluqlikda vayron bo'lishini, tengirqishini arzu talab qilib olmagan bo'lsak, u chaqda bizga kerakligi faqatla birlik, ittifoqlikdir. Chunki ittifoqlashish farz. Ya'ni kelib chin ko'ngil bilan qilingan ittifoq. Manba Erkin Turkiston gazeti 1933-yili 29-noyabr 15-son Kaşıgar. Uyg'urchaga ag'dirg'ichi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.